Somon yo'li. Muhammad Sharif. Ko'kdan tillarang somon yog'ilardi. Yoqa yenglaringdan kirib borsa, jiqqa terlagan badanga yopishib, achitib qichitadigan mayda somon zarralari, qiltiqlari, qiltanoqlari. Ahyonda bir o'ynoqlagan epkin, chang va g'ubor orasidan somon talqonini ko'kka ko'tarib chiqadi-da, botayotgan quyosh nurlariga tutadi. Quyosh nuri oltin zarralarga qorishgancha bir lahza muallaq qotib, so'ng chil-chil sochila boshlaydi. Yiltiragan somon zarralari yana pastga tushib, quyuq changga qo'shiladi va borliqni g'ubor chulg'ab oladi. Tuproq, somon va yovvoyi o'tlarning omoqtasidan iborat erinchoq chang qishloq ichidan chiqib ketishni istamaydi. Yo'l-yo'lakay saratondan majoli qurib, shalpayib qolgan yaproqlar ustiga qo'nadi. Behining maydatuk barqitsimon yaproqlari changni boshqalardan 2 hissa ko'p tutib qoladi. Qishloqni quyuq tumandek cho'lg'agan g'ubor orasidan mirzateraklarning uchigina ko'zga tashlanadi. Qalin chang ostida quloqni qomatga keltiruvchi motorning tarillagan ovozi tinmaydi. Botir doktor Nikolay podshoning zambaragini yodga soluvchi qo'lbola kombaynda bug'doy yanchadi. Bu matoh boshoqdan bug'doyni ajratish uchun emas, kesak va somon chaynab, changini atrofga purkash uchun ishlayotgandik. Yuziga saqich boylab ketgan chit-do'ra tutgan doktor zambarak og'ziga to'xtovsiz dastalab bug'doy tiqadi. Zambarakning egasi boshqa mijozlarga ham ulgurish uchun doktorni tinimsiz tezlaydi va o'zi ham jon halak somon tortadi. Botir doktorning 2 bo'ysara qizi va kenjatoyi bug'doy bog'larini peshma-pesh yetkazib turibdi. Ularning yuzidan quyilayotgan ter gupillab urilayotgan changga qo'shilib loyqaga aylanadi. Botir peshonasidan ko'ziga oqib tushayotgan terni artib olishga imkoni bo'lmaganidan ko'zini qayta-qayta yumib ochar, shunda sho'r loyqa ko'z yoshlari izidan pastga qarab sizar, lekin yo'l-yo'lakay hovur haroratda qurib, egnida yupqa loysuvoqqa aylanishga ulgurardi. U kombaynning og'zidan to'kilayotgan donni elas-elas ko'rib qolar va g'ayratiga g'ayrat qo'shilardi. Kombaynning yonboshiga o'rnatilgan parrak bug'doyning puchagini uchirib, shamol purkab turardi. Aslida oddiy bir o'tkinchi bu manzarani ilg'ashi qiyin. Uning nazarida Botir va bolalar adirda ko'tarilgan quyun ichida adashib chopib yurgan sharpalardek tuyulardi. Qishloqda bu kech qo'lbola kombaynlardan biri emas, 2-3 tasi ishlab turgani bois qaysi ko'chadan kirilmasin, quyuq changga duch kelishi tayin. Bug'doy chiqarish mavsumi hali biror hafta davom etar. Qo'lbola kombaynlarga navbatda turganlarning ro'yxati ham uzun. Eringanlar o'tgan-ketgan mashinami, ot ulov yanchib o'tsin deb bug'doyni shundoq yo'l o'rtasiga yoyib qo'ygan. Qishloqning chang bosgan mevasi va uzumlari kuz kelib, yomg'irlar boshlangandan keyingina yuviladi. Ana o'shanda behilar ham tillarang bo'lib tovlanadi. Lekin hali ungacha ancha bor. Hozir esa tun yarimlab qoldi. Kombaynlar ham tinchidi. Egalari ularni simyog'ochdan uzib, navbatdagi xonadon eshigi tagiga sudrab eltdi va o'zlari anhorga cho'milgani tushib ketdi. Botir doktor bolalari bilan bug'doyni qoplab, ichkariga tashib qo'ygandan so'ng anhor bo'yiga tushdi. Cho'milib chiqqach, tegirmonchi bilan bir shisha vinoni bo'lishdi. Sharob uning yog'ochdek qotgan barmoqlarini yumshatib, tom bitgan quloqlaridagi shovqinni tarqatib yuborgandan keyin suvning sharqlashiyu teraklarning shovullashini eshitdi. Tungi salqinni tuydi va jim qoldi. Uzoq sukut saqladi va birdan o'rnidan turdi-da, tegirmonchiga hech nima demay jo'nab qoldi. "Ho, doktor, nima bo'ldi? Qayga shoshyapsiz?" Uning ortidan baqirdi hayron qolgan tegirmonchi. "Sahar piyozga dori septirishim kerak", dedi u. Botir adirda ekilgan piyozini dorilatish uchun bugun ishdan kelishda qo'shni qishloqdagi zaharchining uyiga o'tgandi. Agar piyoz shu kunlarda doridan qolsa, hosilni bit yeb bitiradi. Bu o'ydan uning oyoqlari o'z-o'zidan ildamlab ketdi. Chang qishloq uzra qo'nib o'tirib bo'ldi. Somon zarralari derazalardan uylarga kirib bordi. Kimningdir to'ntarilmay qolib ketgan qozonini bosdi. Tokka osilgan solmadagi suti yuzini qopladi. Qishloqning shakl shamoyili endi bor bo'yicha ko'rindi. Bodirab chiqqan yulduzlar qishloq ko'chalari va katta asfalt yo'lni qoplagan somonlarda jilvalandi.
Tongga yaqin havo musaffolandi va yengil shabada turdi. Changa terisi yupqalarining tungi achchiq chuchkurishlari ham tinib, yozning orombaxsh va salqin tongi o'ta boshladi. Katta yo'ldan mashinalar g'izillab o'ta boshlagan payt Botir adirga otlandi. U ko'cha tomonga emas, hovli tepasidagi dalaga yurdi. Shu tariqa adirga eltadigan yo'lga kesib chiqish mumkin. Yomg'irlarda yuvinib, quyoshda tullab, o'rkachga o'xshab qolgan paxsadan oshib o'tdi. Keyin qo'shnilarning devori bo'ylab yurdi. Qishloq cheti bo'lgani uchun ko'plar devor olmay, daraxt va butalarni tig'iz ekib qo'ra qilgan. Baland baqa teraklardan tortib, pastak do'lana-yu namataklar dalani qishloqdan ajratib turardi. Botir daraxtlar oralab ketar ekan, ilkis tongi sokinlikni buzib yangragan qush sayrog'ini eshitdi. Kutilmaganda taralgan bu sas uning hali to'la uyg'onmagan sezgilarini hushyor tortirdi. Qushning tovushida daraxtzorning sehrli sadosi ham bor edi. Botir bu ohangni eshitmaganiga 100 yillar bo'ldi-yu, hali tong oqarib ulgurmadi. Tongi mayinlik va sokinlik aro yangragan tovush uni yerga mixlab qo'ygandek bo'ldi. Botir shu qotganicha bir qancha payt turib qoldi. Tovush ikkinchi marta takrorlangandan keyin yana o'ziga kelib, atrofga zor alangladi. Nahotki yana shunday qushlar biz tomonlarga qaytib kelgan bo'lsa? U quloqlariga ishonqiramay, daraxtlarni bir-bir ko'zdan kechira boshladi. Enkayib daraxtlar oralab yurdi. Qush yana ovoz berdi. U cho'kkaladi. Ortidagi qayrag'ochga suyanib, ko'zini yumdi va o'zini allanechuk sarxush his qildi. Atrofga taralgan tovush daraxtlarga urilib, aks sado berar, bora-bora quyuq barglar orasida singib ketishidan avval oqirayotgan tong havosida zangor yashil iz qoldirib ketayotgandek tuyulardi. Botir ko'zini kirt ochib, ovchidek atrofga alangladi. Yovvoyi bir hissiyot ich-ichidan to'lqin urib kela boshladi. Qayerdan kelmoqda edi bu tovush? Qushni hurkitib yubormaslik uchun oyoq uchida daraxtlarni bir-bir ushlab qadam tashladi. Qushning sayrog'i tingach, bu sehrli ohang qayta yangrashini kutib, karaxt qotar va shoxlarni ko'z qiri bilan kuzatar, ko'z qorachig'ining qo'qqis harakati ham qushni hurkitib yuborgudek edi. Har gal sayroq yangraganda u qush turgan joyga tobora yaqinlashib qolganini his qilar va hayajoni ortardi. Subhidam musaffo havo, sada va do'lana-yu namataklar, shudringda yumshagan shox-shabbalar, yovvoyi yalpiz va chuchuk miyaning o'tkir hidi hamda qishloq chetidagi bu sokinlik, bularning bari qo'shilib uni allaqayerlarga chorlagandek bo'lardi. U chakalakzor orasida ancha yurdi. Orada qush uzoq vaqtgacha tovush bermadi. Lekin u har bir daraxt va butani sergaklik bilan kuzatishdan tinmadi. Va nihoyat u yarim qurib qolgan qayrag'och shoxida o'tirgan qushni barglar orasidan ilg'adi. U yana ham yaqinroq borib, bamayli xotir kuzatmoqchi bo'ldi va qurg'ab qolgan ariq ichidan qayrag'ochga yaqinlasha boshladi. Ilkis uning shundoq yonidagi qoratol kovagidan chumchuq pirillab uchib chiqdi-yu, hurkigan qush uchdi ketdi. Havoda to'lqin iz qoldirib, lop-lop etib g'oyib bo'ldi. Qayrag'ochning quruq shoxi titragancha qoldi. Botirning ko'ksidan ham bir nima potirlab chiqib, qushga ergashib ketgandek bo'ldi. Nima edi u? Nega endi uni yana tashlab ketdi? Necha zamonlar bo'ldi uning yuragi bunday urmay qo'yganiga. Botir qoratolga yelka tiragancha sirg'alib o'tirdi. Oyog'i ostidagi ajriqlarni chimdib yuldi. Qadoq barmoqlari yer tirna boshlaganda qo'liga lappakdek tosh ilindi. U toshni tozalab, yaltiratmoqchidek kaftiga ishqab arta boshladi va shu alfozda xotirasi ham tiniqlasha boshlagandek bo'ldi. O'zi yoshligidan miqti, lekin abjir va chayir bola edi. Mahallasidagi bolalarga bosh bo'laman deb o'zini o'tga cho'qqa urar, mahalla sha'ni, qishloq sha'ni deb janjalga bosh suqishdan tab tortmas, to'ylarda kurash tushar, eshakdek chayir bu boladan 1-2 sinf yuqorida o'qiydigan o'spirinlar ham hayiqib turardi. Shu sababdan u to'ylarda o'choq atrofida yig'iladigan yigitlar davrasida faxrli mehmondek o'tirardi. Doshqozon uchun kavlangan, qarsillab olov chatnab turgan yer o'choq atrofida oldi-qochdi suhbatlar, askiyalar, armiyadagi yarmi lof sarguzashtlar tinmasdi. Harbiy xizmatdan yangi kelgan do'ppisini peshonasiga qo'qqaytirib, ko'ylagining oldini kindikkacha ochib, uchini belbog' nusxa tugib yuradigan poson yigitlar bilan tengma-teng bo'ylashadigan Botirga tengqurlarining havas kelardi.
Maktabda kim bo'lsam ekan mavzusida insho yozilganda Botir "Men armiyaga boraman. Mening ham boshqalarga aytadigan o'z sarguzashtlarim bo'lishini xohlayman" deb yozgandi. Botir qishloqda faqat 2 o'rtog'ini oshna deb chaqirar, oshna deb chaqirilgan o'sha 2 bolaga hammaning havas kelardi. O'sha paytda muhabbat va do'stlik haqidagi hind kinolari mashhur bo'lib, kimlardir undagi qo'shiqlarga taqlid qilsa, Botir mushtlashuv sahnalarini qayta-qayta ko'rish uchun tuman markaziga qatnab charchamasdi. Maktabni tugatish yili sinfdoshlar oxirgi marta g'o'za chopiqqa chiqishdi. Oldinda hali bitirish kechalari, orzu-havaslarga to'la yangi dunyo. Sinfdosh qizlar va yigitlar bu damlar qaytib kelmasligini his qilgandek aql tortib qolgan. Endi avvalgidek oyoq ostida toptalgan yoki nogoh chopib tashlangan g'o'za niholi haqida qayg'urishlar o'rnini boshqa tuyg'ular egallagan. Egatlarda cho'kalab olib quriladigan suhbatlarning adog'i yo'q. Nigohlar, qarashlar allanechuk sirli va ma'noli. Stalin laqabi bilan mashhur tuman ma'rif bo'limi mudiri o'sha paytlar katta bir yig'inda Kosonsoyda quyosh nuri birinchi bo'lib Go'rmuronga tushadi. Biroq bu qishloqdagi maktab o'quvchilari dalaga nima sababdan hammadan kech chiqadi deb o'shqirgandi. Maktab direktori va o'qituvchilar esa yigit qizlarni oqshom payti daladan qaytara olmay halak edi. Lekin Botir hamon o'sha. Uning chapani fe'lida g'urur va oriyatdan o'zgasi yo'q edi. Qizlar haqida esa ularni himoya qilish zarurati tug'ilgandagina o'ylardi. Kuzatuvchan odam borliqda soat sayin o'zgarishni ilg'aydigan Seravj may kunlarining birida Botir dalaning uvatiga tushdi. Egatlar tutqatorning tagida bo'lgani uchun ajriq va g'umayga to'la edi. Sinfdoshlari ancha ildamlab ketib, o'qariqqa yaqinlashib qolgandi. U goh toshloqda kiyimshik bo'lgan ketmonchasini toshga qo'yib teradi, goh ajriqlarni yulg'ilaydi. Lekin ishda tinim ham yo'q, unim ham yo'q. Lekin u ortda qolib ketganiga sira parvo qilmaydi. Chunki odatda qizlar ish oxirida hashar qilib, egatini qaytarib kelishini biladi. Kun qizigandan qizib borar, yerdan ko'tarilgan hovurda o'qariq tomondagi sinfdoshlar jimirlab ko'rinardi. Teparoqda qizlardan biri yomg'ir po'shini tutning shoxiga ilib ketibdi. Botir o'sha zangor, chumchuq galasidek kutilmaganda bir ko'tariladigan issiq yelda hilpirab qo'yayotgan yomg'ir po'shini marra belgilab, unga yetguncha bosh ko'tarmaslikka ahd qildi. Hadeb egat oxiriga qarayversa, xuddi oldinga emas, orqaga qarab ketayotgandek tuyuladi. Botir pakkaga yetib kelganini, boshi yomg'ir po'shga tekkanida sezdi. Nafas rostlash uchun boshini ko'tarmoqchi edi. Shoxga ilingan silliq libos uning yuz ko'zidan sirg'alib o'tdi. Botir ketmonchasini yerga urgan ko'yi qotib qoldi. Uning butun vujudi yoqimli bir hisdan seskanib ketdi va beixtiyor yerga o'tirdi. U sarmast edi. Birozdan so'ng o'ziga hech kim qaramayotganiga ishonch hosil qilgach, boshini yana bir marta ko'tarib, yuzini yomg'ir po'shga qaytadan tekkizdi va parvoz qilayotgandek bo'ldi. U paxta dalasi uzra uchardi. Boshlariga oq durra tang'ib olgan qizlar, ko'ylagini boshiga yopinchi qilgan bolalar pastda yer tatalab yotar, u esa tobora balandroq uchar, ko'k osmonda lochin kabi qanot kerar, so'ng kamon o'qidek pastga sho'ng'ir, keyin qaldirg'ochdek yer bag'irlab uchar, bora-bora o'zini pechak gulga qo'nayotgan kapalakdek his qilardi. Nogoh uning nazarida bahor osmoni bulut to'plab momaqaldiroq turdi. Yashin chatnab, sharros yomg'ir quydi. Yuz ko'ziga ta'sirlab urilayotgan muzdek tomchilardan seskanib, vahm aralash yovvoyi qutqu ichida telbalardek qichqirib, ich-ichidan ko'krak qafasiga potirlab urilayotgan tilsim qushni uchirib yuborgandek bo'ldi go'yo. Go'yo birdan yomg'ir tindi-yu, atrof charog'on bo'ldi. U hali ko'rmagan turfa ranglar, sezmagan hidlar orasida kalovlanib o'tirar ekan, bu serjilo olamda unga nimadir, kimdir tanish edi. Sinfdoshi Zamira, uning yomg'ir po'shi, hidi, kumush qo'ng'iroqdek jarangdor va yoqimli ovozi. Botir shu alfozda ancha vaqt qotib qoldi. Yuragi gupillab urar, kallasida jar qaldirg'ochdek charx urayotgan fikrlar ketidan quvib yetolmasdi. U ko'zini yumgancha egat ichiga yotib oldi. Ancha vaqtdan keyin ko'zlarini ochdi. Endi u dunyoga boshqacha nigoh tashlardi. Xuddi bir umr chang boylab yotgan deraza oynalarini kimdir yaraqlatib yuvib qo'ygan u tashqarida u shu paytga qadar sezmagan hayot to'q va boy ranglarda jo'shqin davom etardi. U nimalarnidir endi tushungandek bo'ldi. Anhordagi suvning shovullashi,
tol ko'prikning g'iychillashi, qushlarning chug'ur-chug'uri, qizlarning yuk mashinada dalaga qo'shiq aytib kelishi-yu, qo'shiq tugagandan so'ng bir-birlariga urilib-surilib, qiqirlab kulishlari, bari quloqlari tagida jaranglay boshladi. Bu tovush ovozlarda u avvallari ilg'amagan ma'no, yo'q, hech kimga ko'rsatib yoki aytib bo'lmaydigan sir borligini anglagandek edi. Navbatchi qiz pishiradigan makaron bo'tqa-yu, bakda chala qaynagan va mumqog'oz hidi kelib turadigan choy nega xushtamligini endi ilg'agandik. Sharros jala quyib yuborganda qizlaru bolalar bir tup chinor tagidan panoh topgani-yu, yelka tirsaklari bir-biriga nogoh tegib ketgandagi orziqish, seskanishlar, ter va namdan taralgan hidlar, bularning barida endi ma'no bor edi. U xuddi mana shunga o'xshash, lekin bundan anchayin kuchsiz, yoki agar hidlarda rang bo'lganda edi, shu hidning ochroq rangini qachonlardir bir ko'rgandik edi. O'tgan yili qishda institutda o'qiydigan opasi 2 toliba do'gonasini olib kelgandi. O'sha kuni qishloqda to'y edi. Toliba qizlar yasan-tusan qilib, atir-upa surib to'yga chiqib ketishgach, Botirning ko'zi sandal ustida qolgan Yoshlik degan jurnalga tushdi. U jurnalni qo'liga olgach, undan juda yoqimli, lekin begona bir hidni tuydi. O'shandan buyon bu xushbo'y toliba qizlar u yoshlik haqidagi jurnallar bilan bog'liq bo'lib xotirasiga o'rnashib qolgandi. Lekin bugungi ifor Botir butunlay o'zgardi. Endi Zamiraning har bir harakati-yu so'zidan o'zgacha bir ma'no topardi. Qiz nimaiki demasin, nimaiki qilmasin, uning uchun yoqimli tuyulardi. Zamira degan ism ma'no kasb etdi. Zamiraning ko'chasi sarishtaroq, darvozasi yonida o'sgan shotuti qadrdonroq ko'rinadigan bo'ldi. U ana shunday xush xayollar og'ushida yurgan kezlarda tasodifan Zamira bilan yonma-yon egatga tushib qoldi. Ular ishlayotgan dala chetida bir tashlandiq bog' bo'lardi. Ko'p daraxtlari qurib ketgan. G'o'zadan oshib chiqqan pirob suvdan ichib qolganlari yashnab turardi. Bog' qarovsiz bo'lishiga qaramay, bahor va yozda g'o'zaga ishlov berishga kelgan maktab o'quvchilari-yu kolxozchilarga soya berardi. Botir va Zamira boshqalardan ortda qolish uchun ketmonchalarini yerga yengil urar va tez-tez suhbat qurib, egat ichida uzoq o'tirib qolardi. O'shanda ularning suhbatini buzib, bog'dan bir qushning ajib sayrog'i eshitildi. Nogahon yangragan bu ohang ketmonlarning chaqir-chuqur toshloq yerga urilishidan chiqqan tovushni bir lahza bo'lsa-da bosib ketdi. Botir toshdek qotdi. Zamira hayrat ila alangladi. Ular bu qush haqida ko'p eshitgan, biroq o'zini hech qachon uchratmagandi. Botir qushlar haqida bilganlarini gapira ketdi. Aslida u bu gaplarni bir sinf pastda o'qiydigan, hamma qush jinnisi deb ataydigan boladan eshitgan. Ko'p martalab qushlar uyalaydigan jarlarga birga borgandi. Ular azbaroyi qiziqishdan boqqa kirishdi. Qushni hurkitib yubormaslik uchun oyoq uchida qadam tashlashdi. Daraxt va butalar quyuqlashgan joyda Botir baland yong'oqning shoxlari orasida o'tirgan bir qushning duminigina ko'ra oldi. U Zamirani so'zsiz o'zi tomon imladi. Zamira unga shu qadar yaqin keldiki, Botir uning gupillab urilayotgan yurak tovushini, iliq nafasini sezdi va ixtiyorsiz holda uning yanog'idan shartta o'pich oldi. Zamira voy dedi-yu hurkib sapchib qochib ketdi. Qush ham pir etdi-yu uchdi ketdi. Botirning yuragi esa tipirchilab qoldi. Zamira tomonga qarashga botina olmay, ko'zi lop-lop uchib borayotgan qush ortidan ergashdi. Botir armiyada 2 yil xizmat qilib kelgandan keyin Zamiraga uylandi. Xizmatdan avval 1 yil tibbiyot bilim yurtida o'qigandi. Harbiyda feldsher bo'lib ishladi. Qaytib kelganida ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Sho'ro ittifoqi quladi, g'oyalar o'zgardi. Odamlarning hayotga qarashlari yangilandi. Hayotning tashvishlarida yangi qiyofa topdi. 7 uxlab tushga kirmagan voqealar paydo bo'ldi. Onasi yoshligida o'tib ketgan, otasi kasalmand bo'lgani uchun Botir tengqurlaridan ko'ra ertaroq uylandi. O'qishni davom ettirish uchun 2 yil tibbiyot universitetiga hujjat topshirdi. Kirolmagach, umid uzdi-da tuman markazidagi shifoxonada ishladi. Lekin bir maosh bilan ro'zg'or tebratish, to'shakka mixlangan otaga qarash, ukani uylantirishning o'zi bo'lmadi. U yerga yopishdi. Kolxozlar tarqalib, o'rniga fermerlar chiqqan, mol qo'y boqish uchun parcha yer qolmagan. U chek yer olib, shundan daromad ko'rmoqchi bo'ldi. Bir necha yil urinib, tuzukroq hosil ko'rmasa-da, piyoz ekish hadisini oldi. Bu vaqt ichida odamgarchiligi va zehn farosati tufayli o'zi feldsher bo'lsa ham xalq orasida doktor degan nom qozondi. Xalq birovga shunchaki nom bermaydi. Buning uchun avvalo tan berish kerak.
Aslida ham Botir ancha-muncha shifokordan ko'ra qo'li yengil va tajribaliroq edi. Qishloqda unga tinim yo'q. Endi yeng shimarib ketmonga uzansa, kimdir hovliqib kelib qoladi. Tez yuring, onamning qon bosimi ko'tarilib ketdi yoki o'g'lim tomdan yiqildi deb keluvchilarning keti uzilmaydi. Kasallik fursat kutmaganidek, bemorlar ham vaqt kutmaydi. Botir kecha-yu kunduz tinim bilmaydi. Shuning orasida dehqonchilik ham qiladi. Suv qahat bo'lib, chek yerdan olinadigan arzimagan daromadning ham barakasi uchdi. Endi u fermerlardan ijara yer olib, piyoz eka boshladi. Kasalxonadan keladi-yu dalaga chopadi. Ijara haqini hosildan to'laydi. Lekin har yili posanga o'sha. Ovi yursa, tovi yurmaydi, tovi yursa, ovi chopmaydi degandek. Hosil zo'r bo'lganda piyoz arzon, piyoz qimmat bo'lganda hosilning mazasi yo'q. Har ikkisi ham bo'lganda hosilni shira yeb bitiradi. Lekin Botir xalq orasida yuradigan gapga ishongiz keladi. Dehqonning pirlari piyozni 7 yil ekish kerak. Shu 7 yildan bittasida piyoz ostonangni tillodan qilib tashlaydi degan emish. Bu yil 5 yil bo'ladi piyoz ekishni boshlaganiga. 2 yil qolibdi. Keyin nima qiladi? Piyozdan boy bo'lmasa kartoshka ekadi. Baribir mehnat qilish kerak. Bolalar katta bo'lyapti. Lekin doktor zoti yerga yopishmasin ekan. O'zi shu kasb egalariga jinpin tekkan bo'lsa ajab emas. Qishloqdan 3 ta doktor chiqqan. Ikkitasi hozir nafaqada. Umri yer chopish bilan o'tdi. Valijon doktor qishloq etagidagi adirda 20 yil tosh terib, qo'riq ochdi. Ishdan keladi-da, eshakaravaga o'tirib, bog'iga yo'l soladi. Yo'lda qora ko'zimni xirgoyi qiladi. Avvallari mast bo'lib qolsa, to'ylarda ham shu qo'shiqni aytib hammani bezor qilardi. Endi birov bilan ishi yo'q. Ketmondan xorigan paytlari bog'ining tepasidagi do'nglikka chiqib olib, nay chaladi. Ba'zan nayning g'amgin nolishi yarim tunga qadar tinmaydi. Bu yil suv taqchil, bog' qurib yotibdi. Naydan chiqqan kuy ham Sarotanning jaziramasidek yurakni o'rtaydi. Rahmatulloh doktor ham uning yonidan bog' qilgan. Biroq bu doktorning ichadigan odati yo'q. Nay ham chalmaydi. Lekin ketmonni qo'lidan qo'ymaydi. 3-doktor bu ikkovidan ancha yosh, hali bog' savdosi boshiga tushmagan. U hozir Rossiyaning tibbiy ekspeditsiyasiga qo'shilib, Qizil dengiz sohilidagi bir mamlakatda ishlab yuribdi. Oyligi har tugul yaxshi ekan. Uy joyini tiklab oldi. Aylanib oxir u ham yerga yopishadigan ko'rinadi. Shu yozda ta'tilga kelganida qishloqdan tomorqa yer olib, terak va gilos ko'chati o'tkazib ketdi. Keladi-da bir kun tuproq yalagani. Nega doktorlar yerga dehqondan ham qattiq yopishadi? Oppoq xalat kiyib, egniga gard yuqtirmay yursa bo'lmasmikin? Nega o'zini hadeb yerga uradi? Tuproq titkilaydi. Balki ko'p qon, ko'p o'lik ko'rganidandir. Botir ariq ichida tin olib, bu xil o'yga cho'mib, qancha o'tirganini bilmadi. Quyosh esa so'rab netmay terak bo'yi ko'tarilib qoldi. Adirga yetgunicha kun qizib ketadi. Piyozga dori sepadigan zaharchi ham kutib ketib qolgan bo'lsa kerak. U endi uyga qaytishdan boshqa chorasi qolmaganidan og'ir qadamlar bilan ortga qaytdi. Uyining fasad-juft shiftiga termilib yotishni o'ylab yuragi siqildi. Qishloqda vassali uy deyarli qolmagan. Yo fanerdan qo'shnavo qilib naqsh solingan, yoki gips qog'ozdan shakl berib moy bo'yoq surilgan. Ba'zilar shiftiga turli ranglarda sho'la taratadigan eng oxirgi rusumdagi chiroqlar o'rnatgan. Hovliga tushib kelar ekan, otasidan qolgan uyga yonbosh solingan chala imoratga qarab, balki bugun guvalaq qo'ysammi deb ham o'yladi. Kecha tunda chiqarilgan somonni mallaga solib tashiyotgan xotini erining erta qaytganidan hayron bo'ldi. "Ha, ish bitmadimi? Piyozga zahar septirdingizmi?" deb so'radi. U nima javob qilishni bilmay turib qoldi. Nima desin endi xotiniga? "Men bir qushni, yoshligimdagi qushni uchratdim. Senga ko'ngil qo'yganimda, sendan ilk bo'sa olganimda uchratgan qushni. Esingdami o'shanda? Bu paytlar sen boshqacha eding. Men boshqacha edim. Hayot boshqacha edi. Xullas, adirga ketayotib o'sha qush tovushini eshitdim-u, o'zini ko'rmoqchi bo'ldim-u, piyozga bora olmadim. Shira yeb yotgan piyoz yana zaharsiz qoldi. Endi qachon kasallarimdan bo'shayman-u, qachon dalaga boraman. Ungacha piyozni shira yeb yotar. Mana bu chala devorning tomi yana yopilmay qoladi. Qishi bilan devorlari nurab tushadi. Yanagi yozda yana qaytadan uramiz. Bolalaring maktabga yana eski kiyimlarni kiyib boradi. Sen esa qizingni sepiga tashlaydigan qombarqitni ola olmaysan. Hammasi o'sha qushni deb bo'ldi. Birgina qushni deb. Birgina qusha.
O'sha zormandaning bo'y basini to'liq ko'ra olgan bo'lsam ham boshqa gap edi. Deydimi? Bu xotin zoti tushunadimi o'zi? Jinni bo'libdi deb o'ylaydi. Undan ko'ra sassiq popushakni ko'rsangiz yaxshi bo'lardi, deb kinoya qilishi tayin. Darvoqe, sassiq popushaklar ham kelmay qo'ydi-ya biz tomonlarga. Botir bu o'ydan keyin iljaydi va xotini ko'rib qolmasligi uchun yuzini ters o'girdi. O, ayol zotidan bir narsani yashirib bo'larkanmi? Qanaqa odamsiz o'zi? Nega tirjayasiz? Zahar nima bo'ldi, zahar? Dedi ensasi qotib. Zaharchi kelmadi. Xotini kulgusini sezib qolganidan jahli chiqdi uning. Nega kelmasa ekan? Nima bo'pti? Zaharchi zahar ichib o'libdi. U jahl bilan uzumtoq ustunini tepgandi, kechagi chang va somon zarralari boshiga duv to'kildi.